Assalomu alaykum, Rich Rice oilasi. Xudo xohlasa bugundan yana sizlarga bozorning sekretlarini o'rgatishga davom etaman. O'rtada ozgina uzilish bo'lib qoldi bizada. 1 oy, 2 oy ozgina aktiv bo'la olmadim. Telegramda ham, YouTube'da ham strategiyalar chiqaza olmadim. Sababi ozgina bilimlarning ustida ishlab, yangi strategiyalarni o'rganib, yana ham kuchliroq bo'lib qaytdim. Xudo xohlasa aktiv bo'lib turinglar. Har hafta sizlarga bitta yangi strategiya chiqarishga harakat qilaman. YouTube'da bizani birinchi marta ko'rib turganlar bo'lsa, Telegram kanaliga обязательно o'tib olinglar. Telegram kanalida sizlarga har kunlik signal ideyalar va matematik ma'lumotlarni berib boraman. Xo'p, bugungi strategiyamiz nimadan iborat? O'rtoqlar esinglarda bo'lsa, o'tgan safar sizlarga narx orqali, bitta narx orqali support yoki bo'lmasam resistance zonalarni topishni o'rgatganman. Bugun sizlarga o'rgatadigan strategiya punkt orqali har bitta globalniy razvorot yoki bo'lmasam har bitta откатlarni topishni o'rgataman. Bozorda hozirgi mana shu qulagan joydan boshlab hozirgi holatigacha hisoblab ko'rsatib beraman. Xo'p, birinchi o'rinda bizga kerak bo'ladigan narsa haydan lowgacha bo'lgan punkti. Haydan lowgacha punktini o'lchab olamiz. Haydan lowgacha punkt 494 punkt. Xo'p, bizga endi kalkulyator kerak. Kalkulyatorni ochib olamiz. 494 punkt. 494 ko'paytiramiz vibratsion raqamga. O'tgan safargi raqamdan bu raqam e'tibor bergan bo'lsanglar farq qiladi. O'tgan safargi raqam narx orqali ishlatiladigan vibratsion raqam edi. Bu punkt orqali ishlatiladigan vibratsion raqam. O'tgan safargi videolarni ko'rganlar bo'lsa, osonroq tushunadi bu hozirgi darslikda. 494 ko'paytiramiz 9 ga. Ketma-ketlik bo'yicha 9, 11, 17, 19. Shunaqa ketma-ketlikda ko'paytirib ketamiz. 494 punkt ko'paytirilgan 9 teng 44 chiqadi. 4 xonali son chiqqanda o'ka-ukalar e'tibor beringlar. Xo'p, birinchi boshidagi ikkita raqamni olamiz. 5 xonali son chiqqanda boshidagi 3 ta raqamni olamiz. Hozirda bizga 44 punkt chiqyapti. Xo'p. Lowdan 44 punkt tepaga hisoblaymiz. 44 punkt. Xo'p, keyingisi 494 ko'paytirilgan keyingi vibratsion raqamga 11 teng 54 punkt. 54 punkt tepaga hisoblaymiz. 54 punkt. Xo'p, keyingisi 494 ko'paytirilgan 17. Boshdan 494 ko'paytirilgan 17 teng 83 punkt. 83 punkt. punktga liniya qo'yamiz. Keyingisi 494 ko'paytiramiz 19 ga. 93 punkt. 93 punkt tepaga sanaymiz. 93. Bitta liniya qo'yib olamiz. Keyingisi 494 punkt ko'paytirilgan 25 teng 123. 5 xonali son chiqdi. Boshidagi 3 ta raqamini olamiz. 123 punkt sifatida. Keyingisi 494 ko'paytirilgan 28
teng 138. 138. 138 ga bitta liniya qo'yamiz. Xo'p, keyingi vibratsiyani hisoblaymiz. 494 ko'paytirilgan 37. 37. 182. 182 punkt tepaga sanaymiz. 182. Keyingisi 494 ko'paytirilgan 40 teng 197. Shunaqa ketma-ketlikda hisoblab chiqamiz tepaga. 494 ko'paytirilgan 49 teng 242. 242. Keyingisi 494 ko'paytirilgan 53. 53 teng 261. 261. Keyingisi 494 ko'paytirilgan 65 teng 321. 321 punkt tepaga sanaymiz. 321. 321. Keyingisi 494 ko'paytirilgan 65. 494 ko'paytirilgan 69. Boya 65 ko'paytirganmiz. 69 teng 340. 340 punkt. 340 punktga bitta liniya qo'yamiz. Xo'p, keyingi punkt 494 ko'paytirilgan 81 ga ko'paytiramiz. Ko'paytirilgan 81 teng 400 punkt. 400 punkt tepaga sanaymiz. Bitta liniya qo'yamiz. Keyingisi 494 ko'paytirilgan 86. 424. 424 punkt tepaga sanaymiz. punkt. Hop. Yana bitta narsani sizlarga tushuntirib o'tib ketay o'rtoqlar. Hop, punktni o'chirib turamiz. Ko'rasizlar bozorda qanaqa ishlaganini. Mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, ozgina manipulyatsiya bo'lgan. Sababi katta ob'yomni olganimiz uchun, sizlarga confirmation bo'lishi uchun, manipulyatsiyaga chalg'ib qolmasligingiz uchun daily ga o'tasizlar. Daily ga o'tsanglar ko'rsanglar bo'ladi. Daily switchcha zonadan pastda tanasi yopilmagan va keyingi switchcha bayga qarab yurib bergan. Keyingi zonadan e'tibor bersanglar, keyingi zonaga ham narx borib, tepada daily switchning tanasi yopilmasdan pastga qarab tushgan. Har bitta zona mana o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Har bitta zonaga narx borgan, откатini qilib bergan, keyingi zonaga borgan, undan keyingi zonaga kelgan,
Har bitta zona juda ham idealniy ishlagan. Endi yana bitta qiladigan ishimiz, bozorda kuchli oquv bo'ldimi, kuchli razvorot bo'ldimi, punktni alishtiramiz. Mana bu punkt hisoblagan edik. Endi hozirgi kuchli razvorot bo'lgan punktni hisoblaymiz. Mana bu punktni ko'rishinglar mumkin, qanaqa ideal ishlaganini. Har bitta zonalardan razvorot bo'lgan. Endi punktni alishtirib sizlarga ko'rsatib beraman. Mana o'rtadagi punktni hisoblaymiz endi. Buni o'chirib tashlaymiz. Mana bu punktdan bozorda hozirgi holatigacha hisoblab ko'ramiz. Highdan lowgacha hisoblaymiz. 247 punkt. Hop, o'chirib tashlaymiz. 247 punkt ko'paytirilgan. Birinchi vibratsion raqamdan boshlaymiz yana. 9 ga. Ko'paytirilgan 9 teng 22 punkt. 22 punkt tepaga hisoblaymiz. Lowdan 22 punkt. 22 punkt. Hop, keyingisi 247 ko'paytirilgan. Keyingi vibratsion raqamga 11 ga ko'paytiramiz. 11 teng 27 punkt. 27 punkt tepaga hisoblaymiz. Hop, ko'rasizlar qanaqa idealniy zonaga bitta kiryapti. Narx srazu impuls bilan tepaga qarab uchib ketyapti. Hop, keyingisini hisoblaymiz. 247 punkt ko'paytirilgan. Keyingi vibratsion raqam 17 ko'paytirilgan. 41 punkt. 41 punkt tepaga sanaymiz. Hop, keyingisi 247 ko'paytirilgan. 19 teng 46 punkt sanaymiz va qo'yamiz. Keyingisi 247 ko'paytirilgan. 25 teng 61 punkt. 61 punkt tepaga sanaymiz. 61 punkt. Keyingisi 247 ko'paytirilgan. 28 69 punkt tepaga sanaymiz. Hozir tepagacha hisoblab chiqamiz. Bu vibratsion raqamlarni oxirida qanaqa ishlaganini ko'rib chiqamiz zonalarni. 69 ga bitta liniya qo'yamiz. Hop, keyingisi 247 ko'paytirilgan. 37 ga 37 teng 91 punkt. 91 punkt tepaga sanaymiz. 91 hop, 91 ga bitta liniya qo'yamiz. Keyingisi 247 ko'paytirilgan. 40 ko'paytiramiz 40 ga teng 98 punkt tepaga sanaymiz va bitta liniya qo'yamiz. Keyingisi 247 ko'paytirilgan.
49 teng 121 punkt tepaga sanaymiz. 121. Keyingisi 247 ko'paytirilgan 53 punkt. 53 ga ko'paytiramiz. Teng 139 punkt. 139 punkt tepaga sanaymiz. Xo'p, keyingisi 247 ko'paytirilgan 65 teng 160 punkt tepaga sanaymiz, bitta liniya qo'yamiz. Keyingisi 247 ko'paytirilgan 69 teng 170 punkt. 170 punkt. Keyingisi 247 ko'paytirilgan 81 teng 200 punkt. 200 punkt tepaga sanaymiz. Liniyani qo'yamiz. Keyingisi. Hop, 247 ko'paytirilgan 86 teng 212. 212. Bitta liniya qo'yamiz. Keyingisini hisoblaymiz. 247 ko'paytirilgan hop 101 teng 249 punkt tepaga sanaymiz. Bitta liniya qo'yamiz. Keyingisi 247 ko'paytirilgan 106 teng 261 punkt tepaga sanaymiz. 261 liniya qo'yamiz. Hop, ko'rasizlar qanaqa globalniy razvor zonani ham topib berganini. Birinchi marta kelgan kuchli selga tillarni o'qizorgan, ikkinchi marta kelganda ham xuddi shunaqa kuchli impuls bilan selga o'qizorgan. Yorib o'tganda narx ustiga o'tirib, o'sha hozirgi hisoblagan zonamizning ustiga o'tirib, yana bayga qarab davom etyapti. Xo'p, hisoblashni davom etamiz. Keyingi vibratsion raqamni hisoblaymiz. Xo'p, 106 ni hisobladik. 247 ko'paytirilgan 121 teng 298 punkt tepaga sanaymiz. 298. Keyingisi 247 ko'paytirilgan 127 313 punkt tepaga sanaymiz. 313 ga bitta liniya qo'yamiz. Keyingisi 247 ko'paytirilgan 145 teng 358 ga bitta liniya qo'yamiz.
liniya bosilmayapti. Bitta liniya qo'yamiz va keyingisini hisoblaymiz va oxirgisini 247 ko'paytirilgan 151 oxirgi vibratsion raqam 151 teng 372 punkt tepaga sanaymiz. Hop. O'rtada endi punktlarni o'chirib tashlaymiz va qanaqa ishlaganini ko'rib chiqamiz zonalarni. Hop. Mana bu yerdan boshlab hisobladik. Tepadan lowgacha bo'lgan punktni ko'rasizlar, har bitta narx tepaga qarab ketyapti, atket beryapti. Zonadan tepaga qarab yana davom etib ketyapti. Hop. Ko'rasizlar, zonaga keldi, narx pastga qarab quladi. Hop. Zonadan pastga tushdi, keyingi zonaga, keyingi zonadan yana tepaga qarab harakatlanib berdi. Ko'rishinglar mumkin qanaqa ishlagan joylarini belgilab chiqaman sizlarga. Mana bu yoqda 2 marta kelgan narx 2 marta ham zonamizga narxni o'tkazmagan. Bu yoqda ko'rishinglar mumkin. Zonaga keldi narx, bitta atkat berib tepadagi zonasiga borib, undan keyin keyingi zonaga kelib yana bayga qarab kuchli impuls bilan ko'tarilib ketgan. Bu yoqdan selga qaytarib bergan. Bu yoqdan bayga yurib bergan. Ko'rishinglar mumkin. Bu yoqda mana zonamizdan buzib o'tib, bitta qizil svitcha zonamizdan ustiga o'tirib, bayga qarab impuls bilan qaytarib o'rgan. Har bitta zonani tushunib, bek-test qilib, xudo xolasa, yaxshilab birinchi buni ishlatishinglardan oldin bek-test qilib, ishlatib ko'rib, keyin zelka ochishinglarni maslahat beraman. Xohlasanglar shu strategiyani o'zi bilan soqqa qilinglar, xohlasanglar o'zingizlarni shu vaqtgacha ishlatgan strategiyalar bilan birgalikda mix qilib, birgalikda ishlatsanglar bo'ladi. Mana bu yoqda ham ko'rsanglar bo'ladi. Zonamiz ham buzolmadi. Selga qarab impuls oldi va keyingi bay zonamizgacha tushib, keyingi bay zonamiz bayga qarab qaytarib yubordi narxni. Hop, bu yoqda ham ko'rsanglar bo'ladi. Zonamiz ham buzdi, ustiga yana bir marta atkat uchun qaytib kelib, bitta atkat berib tepaga qarab impuls olib ketdi. Hop, bu yoqda ham zonamiz ham buzolmadi, bir marta keldi, qaytarib yubordi zonamiz. Ikkinchi marta keldi, ikkinchi marta ham buzolmasdan selga qarab impuls bilan oqib ketgan. Hop, ko'rsanglar bo'ladi. Har bitta zonalar qanaqa chiroyli ishlab berganini. Hop, zonaga kelib shpilkasi bilan urilib, srazu selga qarab impuls bilan oqib ketgan narx. Hop, mana bu zonamizga ozgina yetib bormasdan, почти что bozorda hozirgi holati ozgina yetib bormasdan selga qarab oqib yuborgan zona. Selga qarab oqib ketib, bizani keyingi kuchli bay zonamizdan bitta shpilka urib, bay zonadan tepaga qarab harakatlanyapti. Hozir agarda bo'lishi mumkin, mana bu zonamizni buzib ustiga yopilsa, bitta atkati bilan yana bay ko'rishimiz mumkin. O'rtoqlar, bugungi strategiyamiz mana shundan iborat. Xudo xolasa hammaga manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Xudo xolasa Telegram kanaliga ham o'tib, aktiv bo'lib, xudo xolasa poddesh qilib turinglar. Inshaalloh sizlarga har hafta bitta yangi strategiya o'rgatishga harakat qilaman. Xo'p, hammaga omad. Bu strategiyani bek test qilib foydalaninglar. Charchamanglar, sog' bo'linglar.